xursandchilik bilan xudo xolasa bemorimiz 8 yil deganda homilador bo'lyaptilar. Bizada operatsiya bo'lib ketganlar. Operatsiya qilganimizdan keyin lichenalar, tavsiyalar bergandik. Mana xudoga shukr 6 haftalik homilador. Bu 3-homiladorlik, lekin uyda umuman bolalari yo'q. Bittasi turbada bo'lib qolgan. Bu nematishni bir tomon turbalari yo'q. Ikkinchi tomon turbalari yaxshi. Operatsiya qilganimizdan keyin xudo xolasa hammasi turbalar, matka hammasi yaxshi ishlab, xudo xolasa mana rezultat bo'ldi. Ikkinchi bolangiz abort o'smay qolgan. O'smay qolgan. Bu 8 yil deganda mana endi homilador bo'lib keldilar. Mana Samarqanddan xursand bo'lib keldilar. Xursandmisiz? Judayam rahmat sizga. Qo'lingiz judayam yengil ekan. Sizga ixlos bilan keldim. Allohga. Xudo xolasa mana 6 haftalik homiladorlik. Tabriklaymiz. Umri rizqi bilan, sog'lig'i bilan Xudo bersin, ko'z tegmasin. O'g'il qizingiz ko'p bo'lsin. Biz ham xursandmiz juda. Rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling.